Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Hozir Surxondaryo radio kanali dasturlaridan o'rin olgan Ma'naviyat Gulshani nomli eshittirishni e'tiboringizga taqdim etamiz. Eshittirishimiz davomida muqaddas Ramazon oyi fazilatlari va roza tutish bilan bog'liq ayrim savollarga javob topishga harakat qilamiz. Suhbatdoshimiz Imom Termiziy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy tadqiqot bo'limi boshlig'i, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Sarvar Saidov bo'ladilar. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz domla. Assalomu alaykum, rahmat taklif uchun. Domla, insonlarni kamolot sari yetaklovchi diniy qadriyatlarimizdan biri Ramazon oyi bilan bog'liq. Bu oyda tutiladigan roza insonda o'z nafsini boshqara olish, sabr-qanoatli bo'lish, maqsad sari sobit qadamlik bilan intilish kabi fazilatlarning shakllanishiga xizmat qilishi bilan nihoyatda ahamiyatli. Bu fazilatlarni kasb etgan inson esa hayotda duch keladigan har qanday to'siqlarni osonlik bilan yengib o'ta olishi mumkin. Dastlab Ramazon oyining fazilatlari haqida to'xtalsak, nima uchun bu oy musulmonlar uchun eng fazilatli oy hisoblanadi? Bunda qilinadigan ibodatlarning mukofoti qanday? Darhaqiqat, Ramazon oyi musulmonlar uchun eng fazilatli oylardan biri hisoblanadi. Chunki bu oyda Qur'on nozil bo'lgan. Ramazon nafaqat roza tutish, balki mehr-oqibat, sabr-toqat, duolarni qabul qilish, gunohlarning kechirilishi va Alloh bilan yanada yaqinlashish oyi hisoblanadi. Ramazon oyi davomida musulmonlar nafaqat roza tutadilar, shu bilan bir qatorda ruhiy poklanish bo'yicha ham bu oy nihoyatda bir barakali oylardan hisoblanadi. Ramazon oyida insonlar sabr-toqat, ayniqsa ochlik va chanqoqlik bilan duch kelish orqali o'zlarini sabr-toqatlarini yana bir marta sinovdan o'tkazadilar. Ramazon oyi davomida amalga oshirilgan ibodatlar, masalan namoz, Qur'on tilovat qilish, sadaqa berish, nafl ibodatlar va boshqa xayrli amallarning mukofoti Alloh tomonidan juda ham bir katta ajr va mukofotlar va'da qilingan. Shuningdek, Ramazon oyi nihoyasida butun musulmon olamida hayit bayramlari nishonlanishi ham ezgu an'analardan biri hisoblanadi. Roza tutishning foydalari haqida so'z yuritganda sabr haqida gapirmasdan o'tib bo'lmaydi. Inson o'z ixtiyori bilan och qolishi, tashna bo'lishi, shahvatdan o'zini tiyishi va bu holat bir oy davom etishi kishida sabrli bo'lish sifatini kuchaytiradi. Shuningdek, u insonni halol poklikka da'vat etadi. Qalbimizni turli g'uborlardan ham tozalaydi. Domla, rozaning ma'naviy va jismoniy foydalari haqida aytsangiz. Muqaddas dinimizning 5 asosiy ustunidan biri hisoblangan roza insonni nafaqat ma'naviy, ruhiy jihatdan, balki jismoniy jihatdan ham bir rivojlanishiga, barkamollashishiga juda ham katta ijobiy xizmat ko'rsatadi. Ro'zaning ma'naviy foydalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu oyda mo'min musulmonlar Alloh taologa yanada ham yaqinlashadilar. Ro'za bu Allohning buyrug'iga bo'ysunish, unga ibodat qilish va mehr-oqibatga erishishning eng asosiy usullaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, aynan ro'za orqali mo'min musulmon sabr va toqat hissini yanada ham oshiradi. Bu oyda gunohlarning kechirilishi bo'yicha ham hadis shariflarda ko'plab bir fikr mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, Ramazon oyi barcha mo'min musulmonlar uchun mehr-oqibat, saxiylik, birodarlik, do'stlik oyi ham hisoblanadi. Ro'zaning jismoniy foydalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, aynan ro'za tutish orqali mo'min musulmon banda o'zining bir hazm faoliyatini yaxshilashi, tana holatini bir ijobiy tomonga o'zgarishi, qon bosimi va turli xil shunga o'xshagan bir kasalliklarni ham oldini olishiga juda ham katta ijobiy xizmati bor. Shu nuqtai nazardan aytib o'tishimiz mumkinki, ro'za tutish nafaqat diniy nuqtai nazardan, balki jismoniy va ruhiy salomatlikni mustahkamlashda ham katta foydalarga ega. Bu ikki jihatning uyg'unligi esa insonning umumiy barkamolligini rivojlanishiga sabab bo'ladi. Rahmat javob uchun. Domla, Laylatul Qadr kechasi haqida ham biroz to'xtalsak, uning siri va ahamiyati haqida ma'lumot bersangiz. Uni qanday o'tkazish tavsiya etiladi va bu kechani topish uchun qanday jihatlarga e'tibor berish lozim? Qur'oni Karimdagi 114 ta suradan biri Qadr deb nomlanadi. Suraning nomi uning birinchi oyatidagi Qadr so'zidan olingan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, uning nomi Laylatul Qadr, ya'ni qadrli kecha nomidan kelib chiqqan. Demak, Laylatul Qadr deganda mazkur surada va boshqa ko'plab hadis shariflarda bayon qilinganidek, Ramazon oyining ichidagi alohida qadr qiymatga ega, fazilatlarga boy bo'lgan kecha nazarda tutiladi. Zero bu kechadagi ibodatning fazli 1000 oylik ibodatdan afzal hisoblanadi. Qur'oni Karimdagi ushbu sura muborak kecha
qadr deb atalishining ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi qadri ulug' degan ma'noda. Chunki xuddi shu kechada Qur'oni Karim nozil bo'lishi boshlangan. Aynan shu kechada Qur'on Lavhul Mahfuzdan bu dunyo osmoniga tushirilgan. Undan keyin Qur'oni Karimning sura va oyatlari dunyo osmonidan yer yuziga Jabroil farishta orqali 23 yil mobaynida bo'lib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan. Shuning uchun ham bu kechaning qadri ulug', fazli mo'l ko'l hisoblanadi. Ikkinchisi qadar, ya'ni bandalarning bir yillik taqdirlari belgilanadigan, hal qilinadigan kecha degan bir ma'noni anglatadi. Laylatul Qadr qaysi kecha ekani haqida bir-biridan farqli bir qancha rivoyatlar tarixiy manbalarda keltirilgan. Ularning ichida eng mo'tabari Ramazon oyining 27-kechasi ekani haqidagi rivoyatdir. Mo'min ibodat mavsumi bo'lmish Ramazon oyida yanada ko'proq ibodat qilishlari uchun Laylatul Qadrning qaysi kecha ekani aniq bildirilmagan. Shuning uchun ham Ramazonning barcha kechalarini imkon qadar ibodatlar bilan, yaxshiliklar, yaxshi ishlar bilan o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Ramazon islomiy oylar ichida eng buyuk va fazilatlarga boyligi, qolaversa uning ichida ta'kidlaganingizdek 1000 oydan ham afzal Qadr kechasi borligi, bu oyda muqaddas Qur'oni Karim nozil bo'la boshlagani bilan u 11 oyning sultonidir. Domla mazkur oyda Qur'oni Karim o'qish va o'rganishning fazilatlari haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Ramazon Qur'on oyi, muqaddas islom dinimizning asl negizi hisoblangan Allohning kalomi Qur'oni Karim aynan shu oyda Alloh taolo tomonidan nozil qilingan. Alloh taolo Qur'oni Karimning Hijr surasi 9-oyatida albatta zikr Qur'onni biz nozil qildik va albatta uni muhofaza qilurmiz deb marhamat qiladi. Ramazon oyi ro'zasini tutmoq dinimizning 5 ta asosiy arkonlaridan biri hisoblanib Alloh taolo farz qilgan amallardandir. Bu oyning eng buyuk fazilatlaridan biri bu uning Qur'on oyi ekanligida. Biz aynan shunga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, taroveh kechalarida xatmi Qur'on bo'ladigan masjidlarda qorilarimizning qiroatlaridan bahramand bo'lsak, eng katta yutuqni qo'lga kiritgan bo'lamiz. Har bir mo'min musulmon banda Ramazon oyida, ya'ni Qur'on oyida Allohning kalomiga muhabbatini ziyoda qilmoqligi lozim. Chunki bu oy shunchalik fazilatliki, uni topmoq har kimga ham nasib qilavermaydi. Bu oyda yurtimizdagi masjidlarda bo'layotgan taroveh namozidagi xatmonalarga g'ayrat bilan qatnashib, Allohning rahmatiga muyassar bo'lish har bir mo'min musulmonning azaliy orzularidandir. Rahmat. Yana shuni ham aytish kerakki, roza tutish bilan kishida o'z nafsini bir necha talablardan to'xtatish odati paydo bo'ladi va shu odatning mustahkamligi taqvoning ham asosi sanaladi. Domla, shu o'rinda roza tutish insonning taqvosini oshirishga qanday yordam beradi degan savolga ham javob bersangiz. Muqaddas dinimizda roza va taqvo o'rtasidagi bog'liqlik haqida qanday oyatlar va hadislar keltirilgan? Darhaqiqat, roza tutish insonning taqvosini oshirishga xizmat qiladi. Bu bo'yicha muqaddas dinimizda payg'ambarimizning hadis shariflarida juda ham ko'plab bir misollarni keltirishimiz mumkin. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Alloh taolo odam bolasining hamma amali o'zi uchun, faqat roza men uchundir va uning mukofotini men o'zim berurman dedi. Roza saqlovchidir. Qachon qaysi biringiz ro'zador bo'lsa, faxshdan gapirmasin va baqir-chaqir qilmasin. Agar birortasi u bilan so'kishmoqchi yoki urushmoqchi bo'lsa, men ro'zadorman desin. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zot ila qasamki, albatta ro'zador og'zining hidi Allohning nazdida mushkning hididan xushbo'yroqdir. Ro'zadorga 2 xursandlik bordir. U ikkisi ham yashagay. Qachon iftor qilsa xursand bo'lgay va qachon Robbisiga muloqot bo'lganda ro'zasi ila xursand bo'lgay dedilar. Ushbu hadisni aksariyat ishonchli hadis roviylari rivoyat qilganlar. Ro'zaning fazilatlari haqida gapiradigan bo'lsak, Alloh taolo bu ibodatni serfazilat qilib qo'ygan. Mazkur fazilatlarni sanab adoga yetish nihoyatda qiyin. Xususan, ro'za tutgan kishining taqvodorligi ziyoda bo'ladi. Ro'zaning foydalaridan yana biri havoi nafsni sindirishdir. Shuningdek, ushbu amal shaytonga qahr ko'rsatish, ro'zadorning
qalbining bir musaffo bo'lishiga xizmat qiladigan ibodatlardan biri hisoblanadi. Rahmat, domla, biz eshittirishimiz davomida Ramazon oyining barcha fazilatlarini to'la qamrab ola olmaymiz. Yuqorida so'z yuritgan mulohazalarimiz mazkur oy fazilatlari oldida daryodan ayrim tomchilar xolos. Biz suhbatlarimizni keyingi dasturlarimizda yana davom ettiramiz. Hozir esa tinglovchilarimiz bilan xayrlashamiz. Yana havo mavjlari orqali diydorlashguncha sog' salomat bo'ling.